Qadr kechasi nima ekanligini bilasizmi? Men Laylatul Qadr kechasiman. Mening fazilatlarim quyidagilar. Bu kechada Qur'on nozil bo'la boshlagan. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroq. Bu kechada insonlarning 1 yillik qadarlari, taqdirlari belgilanadi. O'tgan ummatlarning umri uzun bo'lgani uchun solih amallar qilib ko'p savob olishgan. Habibimiz sollallohu alayhi vasallam ummatining umri qisqa. Shuning uchun Alloh bizga ko'proq savob berish uchun Qadr kechasini bergan. Men Ramazonning oxirgi 10 kechasida yashiringanman. 10 kechalikning tog' kechalari 21, 23, 25, 27 va 29 kechalardan izlang. 27-kecha eng mashhuri. Mening alomatim shunday tongda quyosh ko'tarilguncha tog'oraga o'xshab yog'du sochmaydi. Bu kechada jamoat bilan namoz